Aziz opa-singillarimiz, go'zal qad-qomatga ega bo'lmoqchimisiz? Marhamat keling. Har qanday dorilarga chek qo'ying, dorilarni ishini to'xtating, chunki bu juda ham zarar va albatta foydasi yo'q. Lekin mana bu apparat yordamida oshiqcha vazndan xalos bo'lamiz. Demak, bu apparat bizni tanamizdagi hamma yog'larni yoritib, orqada nasabkalari bor, nasabkaga tushirib beradi. Qolaversa, sizning aqlat yo'llari orqali yog'lar suyuqlik bo'lib tanangizdan chiqib ketadi. 2 kunda ajoyib natijaga erishasiz. Matematik o'qituvchilari bu Gradipol apparatimizga patentni uchinchi marta kelishlari, dori-darmon tabletkalar ichgan ekanlar, umuman foydasi bo'lmadi. Bular ikkinchisidan ma'lumotlar sezildi, 3-proseduraga yana keldilar. 85 ga yedilar, 70 ga tushibdilar. Juda ham xursandlar patsientlarimiz. Azizlarim, sizlarni kutib qolamiz. Endilikda hech qanday jarrohlik operatsiya yo'lisiz yoki bo'lmasam kuchli diyetasiz, har xil dorilar, kokteyllarsiz chiroyli ozishni, qaddi-qomatga ega bo'lishni xohlasangiz, marhamat tashrif buyurib, Claripolis apparatining xizmatlaridan foydalaning va albatta sizga bu borada kuchli mutaxassisimiz o'zlari yordam beradilar. Aziz ayollarimiz, aziz bekajonlarimiz, biz sizlarga eng yaxshisini ilinamiz. Doim go'zallikka intiling.